yangicha trend do'stimni har qanday holatda ham do'st deb hisoblayman. Mani hayotimda bunaqa voqea 2 marta bo'lgan. Birinchisi bitta do'stim bo'lgan, qiz bola do'stim bo'lgan. Uni yaxshi ko'rgan yigiti bo'lgan. O'smir yoshda bo'lganmiz va u yigiti uni sevmasligini men juda ham yaxshi bilardim, chunki uni gap so'zlari, uni qiladigan qiliqlari tipa manyak va o'zini xohishlari uchun gaplashadigan insonni o'xshatardi, chunki u faqat unga har xil rasmlar tashashini, bilasizlar, izlarsiz qanaqa rasmlar ekanligini, har xil rasmlar va videolar tashashini, qanaqadir golslar yuborishini doim so'rab borardi. Bu narsadan albatta meni ham xabarim bo'lgan, chunki u yaqin dugonam bo'lganligi sababli doimo hamma sirlarini menga aytib kelgan va uni men to'xtatishga harakat qilganman. Bir necha marotaba u bilan ko'ngilsiz urushlargacha olib borganman, chunki uni ko'zi ochilishini va bu narsa uni keyinchalik kelajagiga ta'sir qilishi haqida ogohlantirganman, lekin u bu narsalarni birortasini ijobiy qabul qilmasdi, lekin baribir men uni yaxshi ko'rardim va bir kun bu narsalarni aytishdan to'xtadim va o'zi kelib aytdiki, juda ham bir qanday tursam ekan, o'zini xohishlariga erk berib yuborgan ish bo'lganini aytdi. O'zinglar tushundinglar nimaligini va bu narsadan juda ham stressdaligini, o'zini joniga qasd qilishi haqida gapirdi. Bu narsa to'g'risi o'smir yoshli qiz uchun, men ham u ham juda ham yosh bo'lganmiz. Bu narsalarni kattalarga aytsak, bilasizlar, bu juda ham strashniy holat. Andak-mundak odam ko'tarib olmasligi mumkin. O'sha uchun hech kimga aytmaslikni, hech kimga aytmaslikni qaror qildik va men uni shaxsan o'zim o'sha yigit bola o'rtog'i bilan gaplashib bu narsani militsiyaga aytib berishimni va buni orqasidan u qamalib ketishini ogohlantirganman. To'g'risi bir supermenday mardlik qilganman desam ham bo'ladi va undan keyin ular yosh chog'ida hali voyaga yetmasdan turib to'y bo'lishga majbur bo'lishgan, lekin haligacha men u dugonamni yaxshi ko'raman. To'g'risi bu narsa birovga namuna qilib emas, prosta ibrat sifatida aytsa bo'ladigan voqea. Ikkinchisi esa undan ham qiziqroq bo'lgan. Bunisini to'g'risi keyingi safar sizlarga aytib beraman. U prям menga tahdidday desa ham bo'ladi. Ko'ringlar.